Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünüzü qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibidəki ən mühim xəbərlərini huzurunuza sunumuz. Qənəmizdə qıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Afrikada Şərq Türkistan haqqındakı saxta təşviqatını davamlaşdırmaqda. Xitay Şərq Türkistandakı irqiy qırğınçılıq cinayətini yushirish uchun har qaysi davlatlarda saxta təşviqat hərəkətini davamlaşdırıyotgan bo'lib, oldingi hafta qo'rchoq amaldor Erkin Tunyaz Efiopiya va Zambiyaga borgan. Xitoy təşviqat organi Tangritog Do'rining xabarida bildirilishicha, atalmish Uyg'ur Abdunum rayonluq partiya komitetining muavin sekretari qo'rchoq rais Erkin Tunyaz o'mak tashkillab 11 maydan 18 maygacha Efiopiya va Zambiyaga borgan va Afrika davlatlari ittifoqi bosh shtabini ziyorat qilgan. Xabarda bu qitimliq ziyoratning Sharq Turkistonning Afrikadagi bir balvoq bir yo'lni o'rtaq barpo qiladigan davlatlar bilan bo'lgan hamkorlikni kengaytirish, atalmish Xinjiang hikoyasini yaxshi so'zlash, Xinjiang obrazini namoyon qilishni maqsad qilganligi da'vo qilingan bo'lib, bu ziyoratning bir qitimliq saxta tashviqot harakati ekanligini texmo aniq ko'rsatib bergan. Erkin Tunyaz bu jarayonda Afrika ittifoqining aloqador mas'ullari va ikki davlatning rahbarlari bilan ko'rishgandan keyin atalmish Xinjiang Efiopiya yerliklar aro korxonalarini udullashtirish yig'ini o'tkazib, bir qism shirkat va shtatlar bilan hamkorlik kelishimi imzolagan. Erkin Tunyaz ziyoratida Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatini pardozlashdan iborat asosli maqsadiga kuchaygan bo'lib, Xitoyning atalmish Xinjiangni idora qilish tadbirini umumyuzlik izchillashtirish, iqtisodiy taraqqiyot, jamiyat muqimligi, insoniy huquqni kafolatlantirish, millatlar ittifoqligi, dillar inoqligi qatorliq safsatalarini takrorlagan. Xitoy yillardan buyon har qaysi davlatlarga o'mak avatib, Sharq Turkistonga aloqador saxta tashviqotini kuchaytirayotgan bo'lib, buningdan sirt chet el o'maklarini Sharq Turkistonda planliq ziyoratga o'rinlashtirib, jinoyatlarni pardozlamoqda. Jumladan Gambiya muxbirlar o'maki 8 maydan 12 maygacha Sharq Turkistonni ziyorat qilib, Xitoyning ko'zbo'yamchilik harakatiga moslashgan edi. Avstraliya strategik siyosat instituti ASPI 2022-yili e'lon qilgan bir dokladda Xitoyning chet elga qaratgan saxta tashviqotlarining O'rta Sharq bilan Afrikada unum berganligi, Xitoy O'rta Sharq va Afrika ellarida irqchilikqa va mustamlakachilikka qarshi turib, yaxshiroq bo'lib olish tashviqoti orqali G'arb davlatlarini ayblab, mazkur davlatlarning Sharq Turkiston masalasiga bo'lgan diqqatini burmoqchi bo'lganligi qayd qilingan edi. Hammibab shirkati Xitoyga avtomobil eksport qilishni to'xtatdi. Hammibab avtomobil shirkati Amerika prezidenti Donald Trampning Amerika-Xitoy savdo urushining bir qismi sifatida yo'l qo'ygan tamojna beji sababli Amerikada ishlangan oz sondagi avtomobillarni Xitoyga eksport qilishni to'xtatdi. New York vaqt gazetining xabarida bildirilishicha, Hammibab avtomobil shirkati 19 may bu haqdagi uchurlarni dalillab, tanarkat tipidagi bir qism avtomobillarini Xitoyga eksport qilishni to'xtatganligini va boshqa oliy darajalik avtomobillarni Xitoyga eksport qilish planidan voz kechadiganligini uqtirgan. Ma'lum bo'lishicha, Hammibab avtomobil shirkati Durant birlashmasi deb atalgan plan bilan Xitoyga avtomobil eksport qilib kelgan bo'lib, Hammibab shirkati bayonotida iqtisodiy sharoitda ko'rinarli o'zgarish bo'lganlikdan biz Durant jamiyatini qayta tashkillab, Hammibab shirkatining Xitoydagi tijoratini a'lolashtirishni qaror qildik degan. Yaqinqi yillar mobaynida Xitoy rejimining to'liqlama berish, majburiy emgakka selish qatorli qilmishlar bilan baho afzalligiga erishgan Xitoy avtomobil shirkatlari boshqa davlatlarning avtomobil sohasiga zarba bermoqda. Bir necha oydan buyon davomlashayotgan tamojna beji urushi avtomobil sohasiga kuchli ta'sir ko'rsatgan. Istiqlol televiziyasi yana bir radio kanali bilan hamkorlik o'rnatdi. Istiqlol televiziyasi Türkçe bölümü yaqinda Anadolu radio kanali bilan hamkorlik o'rnatgan bo'lib, mazkur kanalda Istiqlol Türkçe bölümü tayyorlagan Sharq Turkiston xabarlari anglatilishga boshlaydi. Istiqlol televiziyasining Türkçe bölümü yillardan beri har qaysi ijtimoiy taratquv suplarida aktiv xizmat qilib, Sharq Turkiston davosini Türk dunyosiga yetkazishda belgilik rol o'ynab kelmoqda. Bundan ilgari Istiqlol televiziyasi bir qism radio kanallar bilan hamkorlik o'rnatgan edi. Cümleden Türkiye'nin Hedef Radyo kanalı ve Dengi Radyo kanalında Şarkı Türkistan haberleri tarqıtılıp kelmekte. Bu qitimki kelishim bilan Türkiye'de istiqlal haberleri tarqıtıldıgan radyo sani 3'e ko'paydi.
Trump İsrailya urushni oxirlashtirmasa yordamni to'xtatishi mumkinligini aytgan. Amerika prezidenti Donald Trumpga yaqin kishilar İsrailya amaldorlariga G'azzadagi urush oxirlashtirilmagan ahvolda Amerika yordamidan mahrum qilish xavfiga duch kelishi mumkinligini aytgan. Dushanba kuni suhbatdan xabardor bir manbaning Washington pochtasi gazetiga bergan bayonotida Trump gruppasining İsrailyaga agar urushni oxirlashtirmasanglar biz yordamimizni to'xtatamiz degan uchurini berganligini oshkorlagan. Mazkur manba yana İsrailya bosh ministri Benyamin Netanyahuning urushni oxirlashtirish uchun siyosiy vositalarga ega ekanligini, ammo buningga aloqador irodani ko'rsatmaganligini aytgan. Buningdan boshqa Netanyahuning O'rta Sharq ziyorati jarayonida İsrailiyani ziyorat qilmagan Trumpning besimiga uchraganligi bildirilgan. Xabarda Netanyahuning yakshanba kuni kechda o'tkazilgan kabinет yig'inida yordamning qayta boshlanishini faqat bir texnik masala sifatida o'tirg'a qo'yganligi jazmlashtirilgan. Amerikaning bu ogohlantirishi Washington bilan Tel Aviv o'rtasida kuchayotgan jiddiyliklardan keyin o'tirg'a chiqqan. Undan boshqa Trumpning Netanyahu bilan bo'lgan bevosita aloqasini o'zgarligi va Netanyahu tarafidan oldinayotganligiga ishonganligi xabar qilinmoqda. Hozirga qadar İsrailya G'azzada ijro qilgan qirg'inchilikda ko'pinchisi ayollar va kichik bolalar bo'lib, jami 53500 dan ortiq falastinlik hayotidan ayrilgan. Kim Jong-unning urush jinoyati bilan ayblanishi mumkinligi bildirildi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining sobiq boshlig'i Song Sang-hyun Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qilgan harbiy yordamining Ukrainaning Shimoliy Koreya ustidan xalqaro jinoiy ishlar sudiga arz sunishini qonuniy asos bilan ta'minlaydiganligini ilgari surdi. Uning bayonotiga asoslanganda Shimoliy Koreya rahbari Kim Jong-un Rossiyaning Ukraina bilan bo'lgan urushiga harbiy yordam berganligi sababidan Lahayda turishliq xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida urush jinoyatlari bo'yicha tekshirishga duch kelishi mumkin ekan. Yonhap xabar agentligining xabarida qayd qilinishicha, Song Sang-hyun bu so'zlarni Janubiy Koreyaning poytaxti Seulda o'tkazilgan bir muhokama yig'inida o'tirg'a qo'ygan. U Kim Jong-unning Shimoliy Koreyadagi kishilik huquq dafsandachiligi sababidan xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirilmaganligini, lekin hozir Ukrainaning Kim Jong-un ustidan sudga arz sunishi uchun qonuniy asosning mavjudligini bildirgan. Bundan ilgari Shimoliy Koreyaning Ukraina urushida Rossiyani qo'llash uchun askar avatganligi ilgari surilgan bo'lib, Shimoliy Rossiyami Shimoliy Koreya askarlarining Ukrainaga qarshi urushda Rossiyaga yordam berganligini jazmlashtirgan edi. Undan boshqa Xitoy askarlarining Rossiya qo'shinida Ukrainaga qarshi urush qilganligi dalil isbotlar bilan aniqlangan edi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiya sepidagi Shimoliy Koreya askarlari bilan Xitoy askarlarini selishtirib, farq shuki, Shimoliy Koreyaliklar Kurskda bizga qarshi oldingi safda urushdi. Xitoylar bo'lsa Ukraina zaminida urushyotdi degan edi. Hurmatli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atigi programmamizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.